Assalomu alaykum, hurmatli Mr. Devolon va Devolon O'zbekiston kanali muxlislari. Mana bugun biz Nurobod shahriga keldik. Ko'rishingiz mumkin, Nurobod shahrida mana drobilka qurilyapti va bu yerda Dusan va Devolon ekskavator pogrushkilari ishlamoqda. Hozir ko'rsatamiz, yetib olsak. Mana ko'rishingiz mumkin, Dusan DX 300 LCA ekskavatori ishlamoqda. Nechinchi yil ekan Sheris aka? Hozir qaraymiz. 20. Ha, 2020. Bo'ldi. Lekin 20-yilga aka, u 5 yil ishlagan texnika zo'r holat. Normalniy qarashgan. Texnika adapterlari bilan ko'rishingiz mumkin. Oldindan aytib qo'yib, bu texnika sotilmaydi o'rtoqlar. Haligi Telegramda, lichkada sotiladimi, nech pul deb yozmanglar. Biza chista sotilgandan keyin xabar olgani servis va ehtiyot qismlar va nima desa bo'ladi, servis xizmati, moy, zapchastlarga kerak emasmikin degan maqsadda keldik va biratala diagnostika qilish uchun keldik. Ko'rishingiz mumkin. Bu texnika o'sha mana shu tashkilotga tegishli. Lekin ko'rishingiz mumkin, 5 yil ishlagan texnikaga juda sostoyaniyasi deydi-yu, holati ajoyib. Shunaqa o'rtoqlar, kimga shunaqa Dusan, Devolon texnikalari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.